Yashil hudud barpo qilishimiz shart. Yashil makon u topshiriq emas, u buyruq emas, u vijdonimiz, bo'lajak hayotimiz, kelajak farzandlarimiz oldida mas'uliyatimiz. Yashil makonni qilmaganlar ertangi kunga befarq odamlarni qabul qilgan bo'lardi. Aziz yurtdoshlar, barchalarimizda xabarimiz borki, hurmatli prezidentimizning shaxsan o'zlarining boshchiliklarida bo'lib o'tayotgan Yashil makon loyihasida bugun barcha soha vakillari qatori diniy sohadagi faoliyat olib borayotgan imom xatiblar, imom noiblar va masjidlardagi ko'p mutasaddilar mana shu ishda, xayrli ishda hammamiz bugun mana shu shanbalikda niyat qilib qo'ydikki, 1000 dan oshiq ko'chatlar va turli xil ko'rinishdagi gullarni ekishlikni niyat qildik. Bu ayni haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim bir ko'chat eksa, undan inson va yo hayvonot yo qushparrandalar agar bahramand bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu kishilarga, ko'chat ekkan kishilarga sadaqotlarni doimiy yetib turishini ham xabarni berganlar. Alloh azza va jalla shayximiz muftiy hazrat boshchiliklarida barcha respublikadagi imom xatiblar mana shu ishlarni bugun amalga oshirishyapti. Alloh taolo Toshkent shahrimizda, poytaxtda ham qilinayotgan bu ishlarni hammalarimiz uchun manfaatli bo'lib, kayfiyatimizni, ruhiyatimizni yuqori darajada bo'lishga mana shu ekilayotgan daraxtlar o'zi sabab bo'lsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bismillahirrohmanirrohim. Yashil makon dasturi bo'yicha mana ko'chatlar ekish boshlandi. Bu ham o'tgan yil ham bo'lgan edi. O'tgan yil ekilganlarimiz naryoqlarda ko'kardi. Bu yil salqinlarni berib, ko'p foydalar keltirib turibdi. Yana davomiy bo'lsin. Bu buta gul ekan. Ko'chatlarimiz ekilib, ko'karib, doim yashil bo'lib turadigan gullardan. Endi buni doim sug'orib turish kerak bo'ladi. Doim sug'orib turamiz. Xudo xolasa, bundan ham atroflarni kengaytirib, xudo xolasa xayrli ishlar, manfaatli bo'ladi, davomli bo'ladi.